agar million o'sayotganini, rivojlanmayotganini sezmayotgan bo'lsa, unda bilmadim. 1-10 aprel kunlari bo'lib o'tadigan konsert arafasidagi matbuot anjumanida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bizning jamoani ham o'ziga yarasha sovg'alari bor, o'sha Leklerlari. Formula 1 mavzusi bu aslida Lekler O'zbekistonga tashrifidan ancha oldinroq bizda haligi pishib ketilayotgan edi. Poyga bilan bog'liq mavzular O'zbekistonda oxirgi payt afsuski yetarli bo'lyapti. Ba'zida aytishadi, sizlar sahnada chiqib, ba'zida jargon so'zlarni ham, shu ko'chada ishlatiladigan gaplarni ham ishlatasizlar. Bitta narsani tushuninglar, bizni qaysidir rus yoki boshqa qaysidir tilni targ'ib qilish nuqtai nazaridan qilmaymiz, obrazni taqdim etish nuqtai nazaridan. Bizning konsertimiz bitta seans namoyish etiladigan konsert emas. 12 ta seans bu yil. Ularga masalan kichkina gonorar berilmaydi, lekin bu narsani yaxshi bilishadiki, konsertda agar munosib chiqadigan bo'lsa, yaxshi chiqadigan bo'lsa, misol uchun ijtimoiy tarmoq, boshqa reklamalar orqali ham misol uchun daromadni shakllantirsa bo'ladi. 13 yildan beri biron marta konsertni birinchi kunigacha qaysi xonada chiqishini aytmaganman-da, lekin menga eng ko'p beriladigan savol qaysi xonada chiqishi bilan bog'liq. Men sizlarni hafsalalarni pir qilishdan afsusdaman, lekin konsertni birinchi kuni, 1-aprel kuni Xalqlar do'stligiga kelgan tomoshabinlar millionni bu yilgi mehmoni kim degan savolga eng to'liq va to'g'ri javobni olishadi deb o'ylayman.